operatsiyadan keyin biz ham bilmaganmiz nima qilishni. Mana kecha Rahmatni klinikada chet ish faoliyatini aytib o'tgandik. Hozir ish jarayonidan lavhalarni ko'rsatamiz. Mana Rahmat xatda deganlar uchun mana ish faoliyatidan lavha. Bu patsientimiz qayerdan kelgan sizlarga? Andijondan kelganmiz. Andijondan kelgansizlar. Nima bo'lgan? Nima shikoyat bilan keldingiz bizga? Operatsiyadan keyin buni qo'li ochilmasdan, boshmaqlari ochilmasdan nima harakati kelmayapti o'zi. Tasak sohasida izlari bor ekan, shu operatsiyadan qolgan chandiqlar operatsiya qilingandan keyingi kontraktura deymiz, shu harakat cheklanishiga sabab bo'lgan. Bu yerga kelgandan keyin nima o'zgarishlar bo'ldi? Ular ancha harakatga kelib qoldi, yaxshi, zo'r o'zgarishlari bo'ldi, harakatga keldi. Ancha yaxshi. Uni ancha istadik. Mana shu yer sohalardagi endi bilmaganimizda yurganmiz. Vaqt o'tib ketgan endi. Farg'onani Andijondagi bir respublikamiz tavsiya qildi. Kelib mana Xudoga shukr, yaxshi, ancha o'zgarishlar bor. Bunaqa natijani kutganmidingiz? Siz ko'ngildagidek natija olyapsizlarmi? Albatta, zo'r. Shunaqa muammosi bor ota-onalarga nimani tavsiya qilgan bo'lardingiz? Endi men to'g'risi biz o'tkazib olibmiz. Vaqtlab kelish kerak ekan. U vaqtida nima qilmasa, umuman qo'l harakatdan to'xtab qoladi. Operatsiya bo'lgandan keyingi shu kontraktura holatlari ko'p uchraydi. Gipsdan olingandan keyin bolani albatta reabilitatsiyaga olib kelish kerak bo'ladi. Shuning uchun ota-onalardan befarq bo'lmasliklarni so'rab qolardik.